Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan IT Vanus. Bugungi darsimiz Google darslar to'plamidagi 9-mavzu bo'ladi. Ya'ni bugun Google Maps va Google Earth bilan ishlashni o'rganib chiqamiz. Google Maps ham, Google Earth ham lokatsiya yoki bo'lmasam xarita bilan ishlash uchun mo'ljallangan tizimlar hisoblanadi. Birinchi bo'lib Mapsdan boshlaymiz. Demak, Maps deb qidiramiz va mana bu maps.google.com degan saytga kiramiz. Demak, bu dunyo xaritasi. Demak, kursor orqali, mishkani kursor orqali yaqinlashtirish, uzoqlashtirish, surish, chap tomondan bosib suramiz yoki bo'lmasa mana bunday uzoqlashtirib, yaqinlashtirish ham mumkin plus minus orqali. Xo'p, endi Andijonni topamiz. Xo'p, bu yerda saqlangan ro'yxatlar turadi. Xo'p, bu yer unchalik bizga muhim emas. Bu yerdan manzilni qidirishimiz mumkin. Misol uchun Andijon deb. Mana topildi. Demak, bizga Andijon shahri ko'rsatildi. Mana bu orqali biz sun'iy yo'ldoshdagi ko'rishga o'tishimiz mumkin. Bunda haqiqiy yerlar mana bu xaritalar bilan birga ko'rinadi. Mana bu bo'lsa xarita. Va mana bu yerdagi morga o'tsak, bu yerda mana bu yo'llarni ko'rsatadi yoki bo'lmasam mana bunday trafiklarni ko'rsatadi. Agarda qizil bo'lsa, bu yer probka hisoblanadi ko'rish uchun. Mana bunga o'tamiz va bu yerda ko'ryapsiz, probkalar bor. Mana bunga o'tamiz va buni o'chiramiz, shart emas. Bular kerak emas. Demak, mana bu Street View va yana bir muhim narsa mana bu lineyka. Bu orqali siz birorta joydan boshqa bir joyni misol uchun belgilashingiz mumkin. Bir marta bosasiz chapda va yana bir marta bosasiz chapda. Demak, bu yerda Andijondan O'shgacha 42 kilometr. Lekin bu yerda to'g'ri chiziq bo'lganligi uchun to'g'ri hisoblanmaydi. Agarda siz mashinada bormoqchi bo'lsangiz, siz mana bunday qiyshiq yo'llarni bosib o'tib kelishingizga to'g'ri keladi va shuning uchun masofa uzunroq bo'ladi. Aynan haqiqiy manzilni bilmoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz? Va buni o'chiramiz. Mana bu yerdan demak, mishkani o'ng tomonini bossak, bu yerda mana buning bosgan joyimizning manzili x, y o'qi bo'yicha bu orqali mana shu manzilni share qilishimiz mumkin birorta joyga va bu yerdan bu yerga degani, demak, qayer bu? Mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin, ya'ni bu yerdan Andijondan. Direction from here, ya'ni mana shu yerdan boshlaymiz. Qayerga? Misol uchun Asaka. Mana ikkita yo'l bor ekan. Mana bu birinchi yo'l, mana bu ikkinchi yo'l. Demak, bittasi demak, mana bu 8 kilometr masofasi yo'q. Mana 29 minutda mashinada 21,5 kilometr. Bu bo'lsa 22 kilometr 34 minutda mashinada. Mana bunday ko'ryapsiz. Agarda siz mana bu orqali belgilamoqchi bo'lsangiz, mana bunday va mana bunday belgilaysiz, lekin bu 15 kilometr atrofida chiqadi. Kichkina. Tushunarliga, demak, mana bu yerlar belgilash. Xo'p, bu yerlar mana bular rasmlar. Demak, rasmga bossangiz, aynan shu yerdagi manzilga olib boradi bizni. Yoki agarda Andijonda ko'chalarda sayr qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu ikonkani olib mishkani chap tomonidan bosib turgan holda qayerda mumkin bo'lsa, misol mana bu yumaloqlarga tashlaysiz. Qo'yib yuborasiz va mana bu yerdagi rasm bizga ochiladi. Ko'ryapsiz? X'ni bosamiz yoki bo'lmasam yoki mana bu yerdan mana buni Farg'onaga tashlasak ham bo'ladi. Demak, bitta mahalla ko'rindi. Tushunarliga, mana bu bilan ishlash. Demak, so'nggi manzillar. Mana bu yerdagi
layer'larni ham ko'rdik. Map va sun'iy yo'ldosh orqali ko'rish. Va bu yerdan restoranlarda, hotellarda yoki bo'lmasam muzeylarda bosib qidirishimiz mumkin. Andijon Yulduz Hotel, Hotel Plaza. Mana bu yerdan manzillarni topib, qidirib ko'rishimiz mumkin. Bu Maps edi. Endi Google Earth'ni ko'ramiz. Earth deb qidiramiz. earth.google.com degan saytga kiramiz. Bu asosan proyekt uchun, qandaydir maqsad uchun ishlab chiqilgan loyiha. Hop, get started. Demak, barcha proyektlar ro'yxati bor. New qilamiz, yangi proyekt ochamiz yoki bo'lmasam birorta bor proyektni import qilishimiz mumkin. Biz yangi proyekt ochamiz. Demak, mana shu proyekt asosida qandaydir rasmlar, qandaydir manzillar chizsak, aynan mana shu proyektga saqlanadi. Dars uchun. Va bu Google Drive'da saqlanadi. Hop, yaqinroq Andijon kelamiz yana. Hop. Misol uchun bu yer. Mana bu yer. Demak, bu yer orqali qidirishimiz. Hop, mana bu ham xuddi Google Maps'ga o'xshagan. Tashlasak rasm ochiladi va bu yerda qo'shimcha shimol-janub manzillari bor va bu yerda 3D bor. 3D orqali biz mana bunday ko'rishimiz mumkin. O'chiramiz 3D ni. Va mana bu orqali mana bu joyni belgilab qo'yishimiz mumkin. Demak, nom berib qo'ysak, bu bizning mana bu dars uchun proyektimizda belgilangan holatda saqlanadi. Yoki mana bunday yo'llarda, yoki mana bunday, mana shunday qilib, demak, buni belgilab qo'yishimiz mumkin. Bu ham agarda mana bunday belgilab qo'ysak, dan qilib bu saqlanadi proyektda. Yoki mana bunday masofani ham o'lchashimiz mumkin. Demak, hozirgi holatda dan demak proyektga saqlandi mana bu manzil. Demak, buning masofasi qayerda? 490 metr ekan. Tushunarli. Hop. Eng asosiy bu yerdan ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa, misol uchun mana bu narsa. Bu orqali biz tarixni, ya'ni mana bu manzilni tarixini ko'rishimiz mumkin, ya'ni har yili olingan rasmlarning o'zgarishi. Hozirgi holatda 2025 turibmiz. Misol uchun bitta qaytsak, mana bu rasm o'zgaradi. 2024, 2023, 22 mana bunday holatda yoki 2020 yoki 2018, 2013 mana bu manzillar o'zgaradi. Ya'ni mana bu shaharni yoki bo'lmasa mana bu manzilni rivojlanish tarixini mana bunday holatda rasmlar bilan ko'rishingiz mumkin. 2013, 2014, 2015, 2016 shaklida. Demak, buni ham saqlab qo'yishingiz mumkin proyektingizga. yoki slayd show qilib ko'rishingiz mumkin. Tushunarli. Hop, bu x bizga kerak emas. Xohlagan manzilingizni tarixini yoki bo'lmasam qaysi yili qaysi bino qurilganligini mana shunday ko'rishingiz mumkin. Menimcha tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.